aziz yurtdoshlar, har doimgidek sizlar bilan Sarvarbek Yakubov Toshkent avtovokzalidan gapiramiz. Ishonchli avtobuslarni har doim biz sizlarga tavsiya qilganmiz. O'rtakashlarsiz, to'g'ridan to'g'ri Toshkent avtovokzaliga kelasiz, xuddi shu yerda o'zidan reyslarimiz amalga oshirib boriladi. Mana to'g'ridan to'g'ri kassalarimizda reyslarimiz. Qaysi kunlari, qaysi shaharlarga reyslar bo'lyapti? Dushanbadan jumagacha primoy reyslarimiz Toshkentdan Moskva, Kazan, Ufa, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Nijniy Novgorod, Yekaterinburg yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz 18:00 da yo'lga chiqib ketadi. Agarda ishonchli va hamyonbop narxlar qidirayotgan bo'lsangiz, primoy biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Ko'ryapsizlar, xuddi shunday reyslar bilan mana yurtdoshlarimiz kelyapti aka. Mana ijtimoiy tarmoqdan ko'rib keldingiz-a? Mana Toshkent avtovokzalidasiz, hech qanday bir o'rtakashlarsiz, aldovlarsiz, mana ishonchli avtobuslarni jo'nab boryapsiz. Yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilasizmi? Yurtdoshlarimizga tavsiya qilamiz, shu yerga kelib, biletni olib, shu mo'ljallagan manziliga vaqtida yetib borishligiga tilakdoshimiz. Yaxshi bo'ling aka. Tanlovda